Ayol kim? Ayol bu nur yuzli duogo'y farishta misol buvi. Ayol bu otamizni sulton deb bilib ulug'lagan onamiz. Ayol bu mahramimiz bo'lib sha'nimizni saqlagan yorimiz. Ayol bu orimiz, nomusimiz, xonadonimizdagi gulimiz bo'lgan gul qizimiz, singlimiz yoki opamiz. Jumla ayol zotiga biz azizlar ona darajadagi hurmatni taqdim etishimiz kerak. 20 yoshli kelin ham bitta farzand ko'rdimi u ona, uni poyi jannat. Unga ona darajadagi hurmatni taqdim etishimiz kerak. Shundagina biz ayolning hurmatini, izzatini o'rniga qo'ygan bo'lamiz.